Assalomu alaykum. Do'stlarim, Zafar, Dilmurodjon, sog' salomat yuribsizlarmi? Tinch-omon, boshqa yaqin birodarlar ham yaxshimi? Biz yaxshimiz, Xudoga shukr, hammasi joyida. Do'stlarimiz Sanjar, Shuhrat, Abror, boshqa bolalar ham yaxshi yurishibdi. Sanjar bilan bir 2 kun bo'ldi gaplashganimga. Ham yaxshi ekan, yuribdi ekan. Farzandlari, qizchasi ham katta bo'lib qoldi. O yüzden telefon qilib turgan bo'lsangiz kerak. Hamma bolalar yaxshi, o'zinglar qalaysizlar. Xatam yozmaysizlar. Men internetga hozir kam kiryapman, shuning uchun oxirgi marta Dilmurod osna sizga yozgan xatingizni o'qidim. Ishlar ko'p bo'lsa kerak deb o'yladim. Shu xat yozmaganlarga. Menimcha Dilmurodjon osna yozda ko'rishsa kerak siz bilan. Kelaman deyotganingiz-ku. Mayli, nima bo'lganda ham tinch bo'linglar. Sizlarning ishinglarga rivoj. Bugun juma ayyomi bilan sizlarni tabriklayman, muborakbod etaman. Alloh sizlarga yor bo'lsin. Ota-onalarning baxtiga sog' bo'linglar. Kelinglar endi to'ylarni o'tkazaylik. Bo'pti, mayli bo'lmasin. Sog' bo'linglar. Bu aytmoqchi, hozir oshxonada olyaptim, qisqacha ko'ringlar. Aslında shunday tartibsizroq endi. Hozir choy ichib turdi-da bolalar. Ashinga yig'ishtirib olamiz. Mayli oshna, sog' bo'linglar. Omad yor bo'lsin sizlarga.